Yana bitta sirdi borda bu yerda. Dadang seni hali dushmanlariga do'st qilib qo'ydi-da. Bitta gap bilan. Sherakamni dushmanlari sen tomonga o'tib ko'tarib oldi yelkasiga. Osmonga chiqib ketib qolding. Agar ashi gapni qilmaganda o'ldirishardi seni ular. Ular paylab yuradi-da. Seni palonda qabristonda devoradi. Sheraliga azob berish kerakmi? Bularga azob berish kerak deb keyin seni ashini atay aytganda Sherakam. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Allohga aytgan gapni hech kimga aytmaganda u. Mana bekarga aytilmagan u narsalar. Menga bunday qilganda. Desam senga xizmat qilmagan o'zi yo'q. Seni ashi nimalar saqlab qoldi. Seni osmonga olib chiqib ketib qoldi. Gaplarda. Ha, o bitta gap. Hali dushmanlar bor-ku. Seni majalayman degan dushmanlar. Seni o'ziga qarshi gapiradi. Ular seni ko'tarib oldi boshiga. Buni mana qilishimiz kerak ekan. Keyin bular azob tortar ekan. Sherakam endi u o'zi biladi. Ichida. Bo'lmasa seni o'ldirishdi kimdir. Hoji bobo rahmat deydi. Xudo taolo egam o'zi seni saqladi-da. O'ldiranmadi hech kim. O'ldiranmaydi ham. Hammamizga nima yozilganda? Mancha yashaysan, sen mana odam bo'lasan.